Hammaga salom bo'lar va sizlar bilan Vortex Brawl Stars bo'yicha yangi youtuberman. Shu yilga qo'yilgan maqsadlarimni aytadigan bo'lsak, 100 mingta obunachiga ega bo'lish YouTube'da va Brawl Stars'da 200 ga kubokda upload qilish. Qisqacha obzor qilib o'tsam sizlarga akkauntimda. Mana Shade 2.5da, Miko 2-prime'da, Edgar ham 2-prime'da, Mortis ham 2-prime'da va Kingga 2-prime'ga upload qiladigan bayt bu Lily bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringdek, hozirda 11-silada. Va yana bir narsa aytib o'tmoqchi edim. Agar YouTube kanalimda 500 ta obunachiga ega bo'lsam, 3 ta Brawl Pass rozigrish qilaman. Hamma informatsiya Telegram kanalida bo'ladi. Telegram kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Shu video yoqqan bo'lsa like, comment va podpiska tashlab qo'yinglar. Hammaga rahmat. Charchamanglar.